mana basseyn, sauna, hamma narsa bor. Kenglar cho'mib ketasizlar. Tak, bunda basseynlarga qara. Ketaveramiz bunday qilib. Короче, 1000 rubl ekan. 1000 rublga, короче, 1 sutka. Massaj 500 rubl ekan. Endi o'tirib olaylik, dam olamiz hozir bor-ku. Hozir o'tirib olayin. Mana. Qara. Ya Alloh. Bu meni ko'taramagan degan savol tug'ildi. Ko'raman. Ko'tarmasa akang kuchaydi, akang. Basseyn, mana bu basseyn mana. Mana qilib damni olamiz-da biz. Mayliga hazillashdim borib, короче, bugun выходной edi. Ну как выходной? Yarim kun ishlab, avtdan keyin bir kelib bir dam olib ketayin deb cho'milib bir parga tushib charchadim Marko. Psixologik ham, fizik ham charchadim. Bilmadim. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kim oxirgi marta qachon saunaga tushgandi eslolmayman. U 1 yil o'tdi. Xullas oyog'im singan yildan oldin aytdi. 2 yildan o'tdi, 1 yildan emas. Shunga gaplar. Yana bitta. Endi kimgadir qiziq emas. Qaranglar. Mana. Dag'lib. Chaqsa bo'lar ekan. Xullas shunaqa gaplarda